Assalomu alaykum hammaga. Bu 16-normativ. Bu 16-normativda chat videoga prompt berish kerak edi. U bergan promptdagi o'sha misolni to'g'rilab berish kerak edi. Chat video menga shu promptni berdi. Bu yerda 10 katta 5 dan. Bu true bo'ladi, to'g'ri, chunki 15 dan katta. Bu yerda 3 teng 4. Bu false, chunki 4 dan katta. Bu and belgisi, ya'ni bu true va false bo'lsa, bu false bo'lib chiqib keladi. Shuning uchun bu yerda bu qavusdagi ichidagi misol false bo'ladi. Bu yerda 2 katta yoki teng 7 dan deyilgan. Bu false, chunki 7 2 dan katta. Bu or belgisi. Bu yerda true, ikkita true bo'lsa ham true, bitta false bo'lsa ham true bo'ladi. Shunda bu true, bu false bo'ladi va javob true bo'lib chiqadi.